Sadir Palvan Uyghur xalqining 19-asrda o'tgan milliy qahramoni Sadir Palvan milodiya 1798-yili bahorda hozirgi Ili viloyatining markazi G'ulji shahriga qo'shni G'ulji nahiyasining Jilyuzi yezisiga qarashliq Molla To'xtiyuzi kentida Xotan Qarqashliq Ahmad Axun otliq bir Uyg'ur dehqonning oilasida dunyoga kelgan. Ahmad Axun nihoyat xushchaqchaq xushbel odam bo'lganlikdan kishilar uni Xushahmad deb atagan edi. Ahmad Axun aslida Qarqashdagi To'qmoq kentidan bo'lib, bu yezdagi Uyg'urlar 1760-yili To'qmoqlar bilan qurollanib, Manching ishg'oliyatiga qarshi chiqqan bo'lg'achqa, bu yerning nomi To'qmoq deb atalgan. Manching imperiyasiga qarshi chiqqan bu yerning Uyg'urlari 1767-yili yozda Xotan, Yakan, Qashqar, Uchturpan va Kuchardagi 6000 oilalik jangovar Uyg'urlar bilan bir qatorda oila bo'yicha ilg'i surgun qilingan. Chunki Manching xonligi 1760-yili 10-oyda mazkur Ili vodisida butun Sharqiy Turkistondagi harbiy mustamlika va ishg'oliyatini kapolatga ega qiladigan hokimiyat apparati bo'lmish atalmish Ili general mahkamasini qurib chiqqan edi. Sadir 15 yoshga kirgan yili mahallasidagi 3 Uyg'ur dehqonni xo'rlayotgan Manching cheriklarini qattiq dumbalab qo'yib, tunji qitim zindonga tashlangan. O'zi yolg'iz 10 necha qurolliq cherikni tarmar qilg'ashqa, xalq uningga 15 yoshda Palvan nomini bergan. Shunda qilib 1813-yildan boshlab toki 1823-yilga qadar bo'lgan 10 yil ichida Sadir Palvan 10 necha qitim Ili va Urumchi zindonlariga qamilib, necha yillab zindonlarda umri o'tgan. Biroq u qilchi tiz bukmasdan har qitimda tasavvur qilg'usiz badal to'lab zindonlardan qochib qutulgan. Bu qaysar ruh keyincha G'ani Baturda o'z ifodasini topgan. Sadir Palvan 1823-yildan 1828-yilgacha dushmanga qarshi davomli kurash qilgan. Bu hol Qashqariyadagi Jahongir Xo'janing Manching ishg'oliyatiga qarshi urushlarining g'alaba qilishida halqiliq rol o'ynagan. Sadir Palvan 1830-yili Qumulluq Gangbaqi bilan billa eliga qechib kelgandan boshlabla yosh dinniy o'lima Molla Bilal bilan do'stlik o'rnatib, uni himoyasi ostiga olgan. Sadir Palvan 1831-yildan boshlab o'z atrofiga to'plangan 4 nafar azimat bilan butun Markaziy Osiyoga vahima selib turgan Ili Jangjuniga qarshi qurolli kurash boshlayotgan. Natijada uning atrofiga to'plangan baturlarning soni 1860-yilga kelganda 3000 ga yetgan. Sadir Palvan mushu qurolli kuch bilan 1861-yildan boshlab dushmanning eng mustahkam qo'rg'ini bo'lgan Bayanday qal'asiga to'xtamay hujum qilishga boshlagan. 1861-yili Sadir Palvan boshchiligidagi 3000 nafardan ortiq qo'zg'olonchilar G'ulji shahrining eng muhim mudofaa qo'rg'ini Bayanday qal'asiga ikkinchi qitim umumyuzlik hujum qilganda qal'a ichidagi Uyg'urlar ichidan moslashib qal'a qo'lga ilingan. Orqadanla G'ulji shahrimi 10 kunlik shiddatli urushdan keyin ozod qilingan. 1861-yildan 1871-yilgacha bo'lgan Ili mustaqillik qo'zg'oloni Manching zolim amaldorlarga ishg'oliyatga qarshi ko'tarilgan haqqoniy cho'ng qo'zg'olon edi. Milliy zulm chekiga yetganlikdan Uyg'ur xalqi o'zligidan ko'tarilgan edi. Bu cho'ng qo'zg'olonga yana Char podshohning 1860-yillari O'rta Osiyoga qilgan tajovuzimi sabab bo'lgan. Bayanday urushida Sadir Palvan o'zining 3 o'g'li bilan sepilning ostida laxmi ko'lab, dori ko'mib sepilni portlatdi. Bu chaqda 5000 dan ortiq qo'zg'olonchi sepildan paydo bo'lgan yo'chiqdan qal'a ichiga besib kirib, Bayanday sepilini Manju cheriklarining qo'lidan tortib olgan. Natijada G'ulji shahri osonli ozod qilingan. Sadir Palvan Ili sultonligi qurilgandan keyin hech qanday harbiy va ma'muriy mansab tutmasdan uyga qaytib amal ibodati bilan mashg'ul bo'lgan.
O'rislar Turkiston harbiy valiyligini qurgan yildan boshlabla Ili sultonligi va Qashqariya davlatini yutib olish uchun aktiv harakatga o'tishga boshlagan. Tazabek voqeasi Char Rossiyaning Ili sultonligini yutib olishi uchun yaxshi bahonaga aylangan. Char Rossiya Ili sultonligiga siyosiy panohlik tilab kelgan qozoqlar masalasini bahona qilib Ili sultonligiga urush ochgan. Sadir Palvon bu qitim yana bir navbat vatani va yurtini qo'g'dash uchun qo'liga qurol olgan. Mazkur urushlarda dastlabda Ili sultonligi o'rislar ustidan kayni-kaynidan zafar quchgan. Char podshoh buningdan qattiq g'azablanib, eng yaxshi mashqlantirilgan va zamonaviy qurollar bilan qurollangan kazak askarlarini Ili oldingi sepiga avatib, yana bir tarafdan Ilidagi Tungan, Manju va qalmoqlarni kuchkurtib, Ili sultonligiga orqa tarafdan zarba beribmi, yanala Uyg'urlarni tiz buktirolmay, eng oxirida Beshir Bey degan sotqunning yordamida ming tasda Ili sultonligini mag'lub qilgan. Miladiya 1871-yili 4-iyul poytaxt G'ulji shahri qurolliq ishg'ol qilinib, Char Rossiya askarlari butun Ili sultonligini ishg'ol qilgan. Sadir Palvon 1871-yili 14-avgust dard yutib qazo qilgan. 1881-yili 22 fevralda Ili shartnomasi, ya'ni Peterburg kelishimi imzolanib, 70 ming kvadrat kilometr munbat Ili tuproqi Char Rossiyaga kesib berilgan. G'ulji ishg'ol qilingandan keyin Sadir Palvonning qahramonligi va jasoratiga qoyil bo'lgan Char podshohning Turkiston harbiy valisi Kaufman maxsus avatgan Shohiyani Paytunni avatib Sadir Palvonni uning bilan G'uljiga qaytishga taklif qilgan. Sadir Palvon shuncha eg'ir yardar turibmi, o'rislarning Shohiyani mapsiga o'ltirib qaytishni rad qilib, yigitlari bilan birga Katmandan ta G'uljiga qadar piyoda qaytib kelgan. Ruslar bilan urushib, ularning qoyilligi va hurmatiga erishgan 3 harbiy shaxs bo'lib, ular Osmonli Turk imperiyasining generali G'ozi Osman Pasha, Imom Shamil ve Sadir Palvondan ibaret. G'ozi Osman Pasha Turkiyada millatning g'ururi sifatida xotirlanadigan buyuk milliy qahramon bo'lib hisoblanadi. Imom Shamilmi butun Kavkaz xalqining yetuk diniy dahiysi ve tengdoshsiz milliy qahramoni sifatida xotirlanib kelmoqda. Sadir Palvon bo'lsa butun Uyg'ur millati g'ururlanadigan va milliy ruhning simvoli sifatida aslaydigan bir buyuk simoga aylangan.